Hozir fursatdan foydalanib sizlarga ma'lumot beraman. Aytaman-ku sizlarga auditoriya har doim yangilanadi, yangilik qo'shiladi bizga. Oxirgi marta gift qilganimda 1.800.000 2 millionlik paytda, men не помню, hozir уже auditoriya kiradi, chiqadi. Yangilar bor, bilishmaydi. Masalan, savol kelyapti. Komil opa qanaqa qilib ozgansiz? Xo'p, ozdingiz. Manjaroni qayerdan olgansiz? Mana. Yozib qo'yaman, ichkariga kelgan, copy paste qilib qo'yib qo'yaman. Manjaroni savol berishyapti. Kechagina grillifda yurganimda ham qo'ymay, tinmay har qayerdan berib tashlashdi savol. Original bormi, ne original bormi? Qizlar original, ne original, я не знаю. Men bitta olgan joyimni bilaman, olgan odamimni bilaman, shu odamdan olib ozganimni bilaman. Rezultat na лицо -25 kilogramm. Kimdir 2 oyda 16 kilo ozadi, kimdir 6 oyda 16 kilo ozadi, kimdir 1 yilda 20 kilo ozadi. Men 1 yilda 25 kilo ozdim. Nimaga? Dieta qilmadim, sport qilmadim, to'liq vitaminlarni ichmadim. Lekin bitta qiz 2 oyda 16 kilo ozdi.